Ba'zan ko'chaga qarayman, minglab odam, hamma shoshadi, hamma nimanidir quvadi. Pulmi, obro'mi yoki boshqalarga baxtli ko'rinishmi? Biz nimaga aylandik? Ertalab telefon, kechasi yana ekran. Bir-birimizga yaqinmiz, lekin yuraklar begona. Suratda kulamiz, ichimizda ming savol. Hamma baxtli ko'rinadi, ammo kimning ko'ngli xotirjam? Qimmat kiyim, yangi mashina, dabdaba to'la hayot. Lekin shu ko'rinish ortida qancha qarz, qancha yolg'on bor. Biz nimaga aylandik? Qachon bunchalik o'zgardik? Kulgi bor, quvonch qayerda? Odam ko'p, yaqinlik qayerda? Hamma ko'rinishni istaydi, hech kim ichini ko'rsatmaydi. Biz nimani izlayapmiz? O'zimizni yo'qotib, nimani topayapmiz? To'ylar bir paytlar quvonch edi, bugun esa kimning to'yi katta, kimning mashinasi qimmat, kimning dasturxoni dabdabali. Shuni o'lchaymiz, bir kechalik ko'rinish uchun yillar davomida qarz to'laymiz. Baxtni yashamayapmiz, baxtli ko'rinishni yashayapmiz. Ota qarib boryapti, ona kutib boryapti, biz esa baxtim yo'q deymiz, keyin boraman deymiz. Farzand yonimizda, ammo ko'zimiz telefonda. Bir uyda yashaymiz, lekin har kim o'z dunyosida. Bir kun keyin kelmay qolsa nima qilamiz? Kimga kerak bo'ladi biz yig'gan barcha boylik? Biz nimaga aylandik? Qachon bunchalik o'zgardik? Uylar baland, suhbatlar qisqa, cho'ntaklar to'la, ko'ngillar bo'sh. Telefonlar to'la surat, ammo xotiralar kam. Hamma yonimizda go'yo, lekin kim biz bilan chin dildan? Pul topdik, lekin vaqtni yo'qotdik. Obro' topdik, lekin xotirjamlikni yo'qotdik. Hamma narsani ko'rsatdik, lekin o'zimizni yashirdik. Hayot internetdagi surat emas, hayot kamera o'chirilgandan keyin qoladigan narsadir. Bir kun ekranlar o'chadi, bir kun shovqinlar tinadi. Shunda o'zingdan so'raysan, men aslida qanday yashadim? Balki hali kechamasdir. Telefonni chatga qo'y, yaqiningga qaragin. Chunki hayot ko'rsatish uchun emas, yashash uchun berilgan.
biz nimaga aylandik?